Assalomu alaykum hurmatli ko'rurmanlar. Ko'ryapsizlar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining nazar programmasi. Men Olim. Biz bugun Amerikaning prezidenti Joe Bidenning Yevropaga qilgan bir haftalik ziyarati va Uyg'ur masalasi ustida alohida suhbat olib boramiz. Biz bu munosabat bilan Amerikadagi xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuriy Turkalapandini bu suhbatga alohida taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Sizga ko'p rahmat. Allah bilan undamiz Nuriy Apandi, siz mushu yaqinda Amerikadagi xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi bo'lib tayinlandingiz. Aldi bilan buni muborak bo'lsin. Rahmat. Albatta, bu bir yilning ichida siz komissardan muavin raisga bo'lib tayinlangandan keyin muhojiratgan Uyg'ur xalqi nihoyat xushal bo'ldi. Nurg'unlar sizga o'xshash bo'lmagan shaklda bo'lib ijtimoiy to'rbatlarda siz bilan aloqalashib sizga rahmatini bildirgan bo'ldi, ammo muboraklaganligini. Siz hamda bu Uyg'ur xalqimizning albatta xush bo'lishiga asosli sababi, ya'ni sizning hozir hamda burun komissardan tortib hozirgacha hamda muavin rais bo'lgan yoki ya'ni Uyg'ur xalqi duch kelayotgan bu irqiy qirg'inchilik masalasida hamda Nuriy Apandi yana qanday muhim rollarni o'ynaydi deb shuni nihoyat bilishni orzu qildi. Unda bo'lsa shuni siz bizning bir ko'rarmanlar bilan tang bir o'rtoqlashib bergan bo'lsangiz. Bu programni alayda o'rlashtirganiniz uchun ko'p rahmat. Siz degandek, bu Amerika Davlatli Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi bo'lib saylandim 2 kun oldida. Bu biz endi Demokratik partiya bilan Cumhuriyet Partiyasininki nomzod ko'rsatib xizmat tayinlaydigan 9 kishidan tarkib topgan bir hay'at bo'lganimiz uchun biz bu o'rtaq partiyasiz Amerikaning tashqi siyosat mavqesini, maydonini ro'shan ifodalash, siyosiylashtirmay qonuniy asosda xalqaro qonun o'lchamlar bo'yicha insonlarning arzusini chiqish qilib xizmat qiladigan bir organ bo'lg'achqa biz almashib turib rahbarlik xizmat o'taymiz. O'tgan yilda Demokratik partiyadan tayinlangan komissioner rais bo'lgan, bu qitimda Cumhuriyet partiyadan tayinlangan komissioner rais saylandi. Men Demokratik partiyaning bu yerdagi vakili Nancy Pelosi xonimning vakili bo'lg'achqa men muavin raislik xizmatini ustimga oldim. Endi biz 98-yil tuzilgan qonun bo'yicha bizning birdan-bir eng halqiliq xizmat nishonimiz shu Amerikaning tashqi siyosat, Cumhuriyet partiya olsun, Demokrat partiya olsun, Amerika xalqi tunji inson haqlari deb taniydigan 1776-yildagi erkinlik xitobnomasida alohida yer berilgan bu diniy erkinlik masalasini Amerikaning tashqi siyosatininki ayrılmaz bir mazmuniga qo'shishga haydakchilik qilish uchun eng boshda davlatlardagi diniy erkinlik vaziyatini kuzatib, u yerdagi qonuniy jihatdagi, siyosiy jihatdagi yomon yo'lga ketayotgan taraflar ommaviy so'rovlarni tanqid qilish va tizimlik kelish jarayonida yilda doklad tayyorlab Amerikaning tashqi ishlar ministri prezident kongressga shu davlatga qanday muomala tutish, shu davlatningki tashqi siyosatiga diniy erkinlik masalasini qanday yo'sinda akirish to'g'risida maslahat beramiz. Endi men o'tgan yil kirgandan keyin bu ommabop usulda ilib berayotgan diniy erkinlik masalasida cho'ng o'zgarish bo'ldi. Masalan, siz bilgandek bu Uyg'urlar bevosita munosabat va texnikadan foydalanib yangi zamondagi bu irqiy qirg'inchilik qanday ilib berilyapti degan savolni o'tirib qo'yish orqali bu texnologiyaninki rolini Uyg'urlarga bo'layotgan ishmi yo bu xalqaro rak hujayrasidek taqilayotgan bir kasalmi degan xizmat nimasini, mazmunni bizning ajendaga qo'shdik. Bu Uyg'urlarga buni bevosita foydasi bo'ladi ham bo'lmoqchi kelajakda. Sizning xabaringiz bordek, hozir Joe Biden hukumati yaqinda 59 toplam Trump bilan Joe Biden'ninkini qo'shganda 59 shirkatga, Xitoy shirkatga Amerikaliklarninki mablag' selishi cheklandi. Bunun ichida butun markalarning hammasi bor. Undan keyin Amerikaning eksport cheklash qonuni bo'yicha Amerikadan texnika, qattiq detal va yumshoq detalni ta'minlashni chekladi. Undan keyin sizning xabaringiz bor, yana bu shirkatlarni qartidinlik oldi. Shuning hammasi shu Uyg'urlarningki texnikadan foydalanib diniy erkinlikka, insoniy huquqini va insoniyatni dafsandayotganligininki bir vositasi, vehicle. Shu sababdan buni qo'shib, buni bir diniy erkinlik masalasi deb olib keldik, hozir davom qilyapmiz. Andan keyin ikkinchi shu qonundagi diniy erkinlik degan masalani yana kengaytirib,
bu qulluq tüzümünü onun içine ekirdik. Ötken yıl 6. aydan tatip siz bilirsiz neçe qitim hearinglarni açtık. Ondan keyin ben obzorlarni yazdım gizlerde, nutqlarni so'z kongressda testimony qildik, guvohlik berdik. Shuning bilan bu masalami Uyg'urlar bevosita bu xizmat nishoni kirdi. Ondan keyin bu atrocity determination deymiz. Bu şu insoniyatga qarshi jinoyatlarga hukumat tarafidan zo'rliq, zo'mbulliq vositalaridan qirg'inchilik qilayotgan vaziyatga ta'bir berish masalasida. O'tgan yil 6 oyda buni mi xizmatning ichiga qo'shib, biz bevosita Pompeo'dan, sekretar Pompeo'dan buning genocide mu yoki emasligiga ta'bir berishni talab qilib nurg'un engagementlar bu. Siz bilgandek, meningki sobiq xizmatdoshim Gary Bauer bilan hozirgi shu komissionning sobiq raisi Tony Perkins burungi o'tgan xizmatlar nihoyatda chambarchash xizmat ideologiya diniy aloqasi va shunday shaxslar bo'lgani uchun ularning nihoyatda cho'ng roli bo'ldi. Endi oxirida endi bu tashqi siyosatdan boshqa insoniyat jihatdan yana nima ish qilish kerak deganda bu intervention deymiz, humanitarian, insoniy yardım. Uyg'ur refugeelarni qanday qilamiz? Bu yerdagi Amerikadagi Uyg'ur refugeelarni qanday qilamiz? Devletning sirtidagi refugeelarni qanday qilamiz? Bu Uyg'ur refugee masalasini bu musafirlar masalasini hal qilmay, genocide masalasini qanday hal qilib oldi degan bu narsani qo'shib shunday qilganda hozir shu bir yilni yig'ib bo'lgan xizmatimizni qo'shib, endi hozir men yetakchi kuchlar shu 4 masalani Uyg'urlarning hayotiga Sharq Turkistonda bo'lsin, O'rta Sharqda bo'lsin, O'rta Osiyoda bo'lsin, hatta Amerikada bo'lsin, bevosita ta'sir ko'rsatgan yangi bir mushtaq bir xizmat nishoni, xizmat programmasi tuzdi. Ammo uningga burun ichidagi xizmat qilgan bir komissioner bo'lgan bo'lsam, endi hozir yetakchilik qilmayman. Endi bu yetakchi xizmatni amalga oshirish uchun bizga ruxsat qilgan tashqi ishlar ministridan hozirlab bergan bu official delegationlar official hukumat darajalik sayohatlar bo'ladi. Davlatlarga berib, masalan, O'rta Osiyo Uyg'urlarning ahvolini kuzatadigan, Turkiyaga Uyg'urlarning ahvolini kuzatadigan, Saudiya Arabistonga boradigan, Misrga, Malayziya degandek. Bu ishning hammasi endi bundan keyin qiladigan xizmatlarninki asosiy mazmuni nima qildi. Endi hozir yangi hukumat xizmat chiqqandan keyin biz yana bu Mavray saylanishning oldidami? Shu bizning degan so'zlashgan timimizga munosabatlik shu Maltaylar rol. Bu ko'p davlatlardan tashkil topgan davlatlarni qanday qilib ishga birlikda ish qiladigan, fikr birligi bor, ish birligi bor, nishonda birlik shakllangan mushtaq bir o'rtaq gavda shakllandirimizda bu G7ni shuningga vasita qilib qo'llandik. Sizning xabaringiz bordek 5-oyning 6-si Londonda bu ministrlarning, tashqi ishlar ministrlarining yig'ilishida bizning tashqi ishlar ministrimiz Blinken bu Dominic Raab bilan birlikda bu vaziyatni o'rtaga chiqardi. Ondan keyin financial moliya ministrlari, tijorat ministrlarining to'planmasida bu qulluq emgaki masalasini, supply chain, bu ta'minlash zanjirini mazmunini asos qilib turib, buni ichiga kirgizdik. Ondan keyin bu client masalasimi, bu muhit asrash masalasida. Uning ichiga Uyg'ur masalasi kirdi. Kirishning sababini siz bilasiz. U yerdagi quyosh nurlarini isitish aynaklarini yasatgan zavod fabrikalarda shu zaharlik moddalarning ichida ishlayotgan turk millab Uyg'urlar bor. Buni Joe Biden'ninki alayda vakili John Kerry'mi kongressda guvohlik qilib e'tirof qildi. Jig'ib aytgancha, hozir Uyg'urlarning diniy erkinlik masalasi deb tursaqmi, bu muhit asrash masalasi, bu yangi yeşil texnologiya masalasi, export import masalasi, ta'minlash zanjiri masalasi, ondan keyin davlat bexatarlik masalasi, ondan keyin Amerikaning xalqaro qonuniy o'lchamlar ahdnomalarga treaty obligation deymiz inglizcha. Uningga nima qilish? Undan keyin eng muhimi Amerikaning musulmon dunyolari bilan va ittifoqdosh davlatlar bilan munosabatiga testing bo'lgan, sinaq bo'lgan bir mushtaq bir vaziyatga yetib keldi. Endi buni kengaytimiz har turli yo'l bilan, har turli ijtimoiy xalqaro so'rovlardan, tashkilotlardan undan keyin shu munosabatlardan foydalanib. Hozir bizlar bu Biden hukumati bilan kongresslar xizmatlashib, birlikda ishlab munosabatni yaxshilaylik, qaysi jihatlarda birga ishlaymiz deb shu orzu istaklarni izhor qilayotgan bir muncha hukumatlar bor.
To'g'ri. Nuriya apandi, siz degandek bu Uyg'ur masalasi hozir sizlarning komitetimi albatta bu bir cho'ng bir diniy masala, albatta Uyg'urlar musulmon, Xitoy hukumati Uyg'urlarning dinini nishonlab hozir mechitlarni chaqqan bo'ldi. Uyg'urlarning hammasini hamda dinsizlashtirib hamda hatto cho'chqa go'shi yeydigan darajaga olib bordi. Yana nurg'un cho'chqa fermalarni Uyg'urlarga cho'chqa boqqizyapti hozir masalan. Bundan sırasız degandek Uyg'urlarning masalasi majburiy emgak bo'lsin, o'xshash bo'lgan shaklda hozir sizlarning komitetinglar alohida ko'ngil bo'lgan masalalarning biri bo'ldi. Hozir siz degandek hamda 5-oyda masalan Amerikaning tashqi ishlar ministri Tony Blinken u Angliyaga berib Yevropadagi ispoqtash davlatlarining tashqi ishlar ministri bilan ko'rishib, shu vaqtda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ygan bo'lsa, bu qitim yana Amerikaning yangi prezidenti Joe Biden apandimi o'zining tunji qitimliq Yevropa safarida o'sha 10-iyundan tortib 17-iyungacha kelib borgan safarda dunyoning tarixiga eng boy 7 davlatlarning yig'inida, ya'ni G7 yig'inida o'sha Uyg'ur majburiy emgak masalasini alohida bir cho'ng masala qilib o'tirib qo'ydi. Sizningcha hamda bu orqali hamda Amerika boshliq G'arbdagi bu 7 davlat hamda Xitoy hukumatini hamda Uyg'urlarning o'sha majburiy emgak masalasi sababidan ayıplab ve bunun aldığını eliş için kolga müşü oturup koygan tırışçanlık mı bu? Bu Joe Biden'ın sahneге çıkışını aldı da bu hazırki tashqi ishlar ministri sizning xabaringiz va bu televizyonlarda Joe Biden'ın tashqi siyosatini Amerika jamoatchiligiga tushuntirib kelayotgan shunday xizmatlarni qilgan. Shu vaqtda biz Trump hukumatiningki Xitoy siyosatini to'g'ri deb ko'ramiz. Lekin buni xalqaralashgan ittifoqdoshlarla olib berish kerak. Bizning Uyg'urchada bir so'z bor, yolg'iz otning chengi chiqmaydi deb. Endi burungi hukumatningki bu instinkt deymiz. Bu Amerika davlat manfaatiga uyg'un bo'lmagan va ziyon tortayotgan yo'nalishga ketayotganligidan xuddi shu yugurib ketayotgan otning cho'llarini tutib olgandek bu Trump hukumatida shunday ham uyg'unish ham dumilayotgan tarafda tutib olgandek shunday xizmatlarni qilgan. Şun bular naytijiq kreditga, himoyaga, itiraf qilishga erishib kelyotdi. Endi hozir shu siyosat bilan Bidenning siyosatini tunigimi politikaga yozibdi. Birisi bu Rich Lowry degan bir tashqi siyosat mutaxassisi. Biden bilan Trump hukumatining siyosatida ancha cho'ng farqni ko'rinmaydi Xitoy siyosati. Endi odatda siz bilasiz, bir hukumat kelib, ya'ni birisi ketib kelgan chog'da bular birdan almashtirdi. Hozir almashtirish u yoqda tursin, kuchlantiryapti. Endi buni qanday kuchlantirdi? Joe Biden 29 yoshdan tortib hozirgacha tashqi siyosat xizmat qilayotgan bir odam. Tony Blinken hayotida bir qisqa vaqt muxbirlik xizmatlarida shug'ullangan bilan butun hayoti tashqi siyosat bilan o'tgan bir kishi. Jake Sullivan butun hayoti, gerçi bu uchalasi advokat. Joe Biden advokat, Blinken advokat, Jake Sullivan advokat. Ama bunlarınki hayatı tashqi siyosat. Shu siyosat o'zlab o'tgan bo'g'achqa. Bular dunyo vaziyatini hem kitaptan hem tecrübeden o'rgangan mushta afzalligi bor. Yani bularning tushunda bularning internationalist deydi. Yani ba'zi vaqtida globalist deydi. O internationalist degan bu mantiqi bularga pek uygun keladi. Mesela bular nati kuchlik Atlantic Alliance'ni yaxshi ko'rdi mesela. Yevropa ellari bilan munosabatini. Onundakin Asiya ellerinde demokratiyleşike intilgen ya demokratiyani barpo qilgan davlatlarni stratejik partner deb ularni qo'llaydi. Mesela Tayvan, Yapon, Janubiy Koreya, Avstraliya, Yangi Zelandiya degandek. Yani bularninki dunyodagi nimasi Amerika should lead dedi. Amerika yetakchilik qilish kerak deb. Bu hem tashqi siyosati, hem bilimi, hem tecrübesi, hem shularning İngilizce sınıp ketkeçke birinci qilgan ishi Uyg'ur xalqining masalasini, Uyg'ur genosidini hal qilish uchun biz cho'qim ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda qilishimiz kerak deydi. Masalan, dunyoda buni anglag'uvchilar sizning programmada aytib ko'p ta'kidladim. Xitoyning bir allysi yo'q, yaqin do'sti yo'q. Xitoyning xaridori bor. Amerikaning nega urinsa u yerdan ally, do'sti chiqadi. Mana bu da Yevropada bu ko'rmanlar hayron qolgan bo'lishi mumkin. G7'da 3 yildan beri G7 yig'inida Uyg'ur masalasi u yoqda tursin, Xitoy to'g'risida pozitsiya tutishga e'tiroz bo'lgan ahvolni yashab kelgan.
bu qitim Xitoyning yurgizayotgan siyosatiga, Xitoy yo'nalishiga tanqidiy birlikda taqobil turishni o'tirib qo'yishdan boshqa Uyg'ur masalasida, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida nihoyat ro'shan konkret maydon tutdi. Agar Yevropa Birligininki kuchli davlatlardan biri qarshi chiqmagan bo'lsa, bu joint communique'da hatto Uyg'ur masalasiga o'rtaq qonuniy jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi, ijtimoiy jihatdagi, axloq jihatdagi texmi ro'shan bo'lgan so'z iboralar, moddalar qo'shilgan bo'ldi deb o'ylayman. Lekin Jo Baydenning oxirgi muxbirlarni kulish yig'indagi so'ziga diqqat qilganlar buni his qila oladi. Hozirda Amerikada bu texnik jihatdagi dehqonchilik mahsulotlari, undan keyin iste'molchilarning buyumlari hammasi Uyg'ur qulluq emgikining forced labor majburiy emas, qulluq emgak, qulluq emgikining mahsuloti, shu buni hal qilmay turib sog'lom iqtisodiy tuzum bo'lmaydi deydi. Endi shunga bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu bir hukumatning turgizayotgan siyosatiga aldirab bağ berib ketmesi gerek. Lekin hozir bu yangi hukumat xizmatga kelganiga 4-5 ay oldu. 4-5 ayning yağı 1 ayning 19 gündən başlasak, her günü degidek Tashqi ishlar ministerligi bo'lsin, ondan keyin Aqsaroydan bo'lsin, kongressdan bo'lsin, to'xtamay Uyg'ur masalasiga alohida e'tibor beradi. Hatto Tashqi ishlar ministri hozir hamda o'zining shu ijtimoiy taratqulardagi vasıtalardan, texnik üstünlüğünden, ondan keyin tecrübelerden faydalanıp Uyg'urlarning hikoyasini anlatadi. Uyghur story. Ana shu adamning yuragini ezdigan bundaq ish bo'lmadi deb sapsas taqtiyotganlarga amaliyotlan javob beradigan ishlarni qiladi. Bizning hukumatimiz yig'ib aytgan chog'da ayajamlar nisiyat bilan ish qiladigan hukumat emas. Ondan keyin o'lchab ish qildi. Sizning xabaringiz bor. Uyg'urlarning bu qirg'inchilik masalasi siz bizga 2016-yilda kelib bo'lgan bilan Amerika hukumati 2019-yildan boshlab pozitsiya tutishni boshladi. Shunga bularlikni o'lchaydi. Ölçeydi bunun axloqiy jihatdagi, ijtimoiy jihatdagi, tarixiy jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi, davlat bexatarlik jihatlaridagi har turli foyda ziyanlarni o'ylashib, unidagi yakun chiqardi. Shu genocide degan ismni qo'llanishning o'zimi aslida Amerikaningki iqtisodiy, tijoriy, hatto diplomatik munosabatdagi foydasiz narsa. Buni jiq odamlar tasdiqlamliq emas. Bu 88 yil tatib bugun qadar Amerika 6 qitimlam shunday qaror chiqadi. Endi hozir bu mushundaq ig'ir vaziyatda zodi dunyo zodi bu Covid'dan o'zini o'ngshamayotgan bir mezgilda dunyodagi eng chong iqtisodiy kuch, ikkinchi iqtisodiy kuchni sen qirg'inchilik qilyapsa degan mushundaq yakunni chiqadi. Bu aslida nihoyatda bir davlatning davlat manfaati siyosat uchun nihoyatda cho'ng bir qaror. Buni men radio bu Erkin Asiya televiziyasini ko'rayotgan ko'ruvchilarning nihoyatda jiddiy bir muomala qilishni, hatto shu Urumchida o'tirib shu programmani ko'rayotganlarning qandaqdir bu Xitoyni tizginlash uchun yoki bo'lmasa ma'lum siyosatchininki nom chiqarish yana bizning uchun chiqargan ish emas. Aslida Amerikaga bek foydasiz bir ish bu. Buni bilmaydi bu jiq odamlar. Albatta. Shu sababdan bu hamda nurg'un davlatlar yana Xitoy bilan bo'lgan munosabatni buzmaslik uchun u yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga va yerlik millatga qarata ilib berayotgan bu jinoyatlarni yana irqiy qirg'inchilik va yoki insoniyat qarshi jinoyat deb jakalamay kelayotgan yerimi albatta shu bo'lish kerak. Albatta. Masalan, bu qitim G7'da Angela Merkel, Emmanuel Macron, ondan keyin European Union'ning prezidenti bu kommunike'da ochiq ifoda bildirmaslikni tashabbus qilib Putin so'raganligini xabarlardan ko'ryapmiz. Yani bunu oqibatda qoldirmay tafsiloti chiqdi. Bu Fransiya bilan Angliya izchil Putinni so'radi. Nemishki, shu ticari jihatdagi bedeli bek ig'ir olib ketadigan bo'lgani uchun bu Amerikaliklardek jasorat qilolmadi deb chiqasi. Endi hozir abayqi so'zning nimasi kelsak, bu Xitoy hukumatidagi odamlar bo'lsin, bu oila taobatlari kamplarda solinib, aileler veyran bo'lib ketgan Uyg'urlar bo'lsin, hammadan bilish tegishli bir masala var. Dunyoda hozir bir nihoyatda Uyg'urlarni markaz qilgan tashqi siyosat o'zgarish yo'linishi bo'lyapti. Bir vijdonni o'lchamni o'lchaydigan bir o'lcham tarozi o'tirg'a chiqdi. Ko'ryapsiz hozir shu 1 ayning 19-ni tortib hozirgacha bir muncha davlatlar
Xuddi birmuncha davlatlar hozir Amerikaning kongressida 5 ga yaqin Uyg'urlarga markazlashgan 5dan 6ga qadar cho'ng strateji qonunni qo'shganda qonun chiqarildi. Buni bir qiyos qilish mumkin emasdi. Shunga ben daim şu ommaviy so'rovlarda deydigan bir gapni yana ta'kidlash to'g'ri kelyapti. Izilgüchi izlayotganlarga izilganligini qabul qiladigan, o'zining yo'qolishga ketayotganini ko'rsatadigan bishorat bermasi kerak. Bu eli viz almamış gaplarni degan-ku burun. Bu sukut turish masalasi so'zlagan chog'da uni o'zgartib ketgan chog'da sukut turishmi hatto va izildim mening zavalliq yuzlandim mening hayotim shundan tugaydi deb ümidsizlikning ichiga g'arq bo'lishmi ezguchilarni xo'shal qiladigan masala. Shunga şu 2 yilning ichida Uyg'urlarning tarixiy bir vaziyatni yashaganlikning o'zi bu dunyoda bir insoniyatning yo'qolmaganligini, madaniyatning yo'qolmaganligini, adolatning borligini namoyon qildi deb tushunaman shaxsan. Nuri Efendi, bu Joe Biden Efendi, bu 7 davlatning dunyodagi eng boy ham qudratli bu amaldorlar bilan ko'rishib, Uyg'urlarning majburiy emgak yoki qulluq emgak masalasini o'tirib qo'ygandan keyin bu Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bu yig'in qatnashgan bo'ldi. Albatta, hammalar bilgandek Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti yoki NATO deb atalgan bu harbiy tashkilot dunyodagi eng qudratli harbiy birlik bu. Bu yerda bu NATO'ning bosh sekretari Jens Stoltenberg bu o'zining nutqida bu yerda Xitoy hukumatining bu g'arb ellar bilan hech qanday qimmat ko'z qarashida o'rtaq emasligini, Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qilayotgan ziyonkashligi, Hong Kongda elib berayotgan bostirishlarni naql keltirib, Xitoy hukumatini hamda bu g'arb ellarning bu bir sistemalik raqobatchisi ekanligini o'tirib qo'ydi tunji qitim. Sizningcha buni qanday tushunish kerak? Bu yerda bu Atlantik, Shimoliy Atlantik NATO deb atilib kelayotgan bu organ aslida bu Osiyo qit'asidagi bexatarlik masalalariga ko'ngil bildigan, e'tibor oladigan bir nima yo'q. Lekin bu yerda Article 5 deymiz, 5-moddasi bor. Bir davlatga tahdid bo'lsa, hammamizga tahdid bo'ldi. Birsi hujum bo'lsa, hammamiz qaytarib hujum etadigan mushtaq bir kelishim bor. Buningki namoyandasini Afg'onistonda 11-sentabrdan keyin dunyo jamoatchilik ko'rdi. Bu yerdagi masala bu Janubiy South China Sea deymiz, Janubiy Xitoy dengiz qo'rg'oni. Janubiy dengizdagi vaziyat. Amerikaninki bu Osiyo qit'asida bu treaty ally'lari bor. Yapon deymiz, Janubiy Koreya deymiz, Tayvan deymiz. Bu yerda eng halqiliq davlat Tayvan. Tayvan bilan Amerikaning orasida shundaq bir hujum uchirgan chog'da, masalan, Tayvanga bir askariy tahdid yoki hujum bo'lgan chog'da bu Amerikaning qonuniy majburiyati bor. Tayvanningki mudofaasiga o'tish. Agar shundaq bir jangchilarda Amerika Osiyoda bir jidal shu hozirgidek tahdid va qimmat ko'z qarashining to'qinishi natijasida chiqqan shundaq bir urushqa NATO aralashib qolgan ahvol bor. Aqlliq insonlar masala chiqqandan keyin hal qilishni emas, masala chiqishning oldida oldini olishdan nima qiladi, vaqtini o'tkazadi. Endi hozir bu yerdagi bu NATO'ningki tuyuqsizlam Osiyodagi bexatarlik masalasiga tutayotgan pozitsiyasi bu Amerikani markaz qilgan, kelajakda to'qinish mumkinchilik qilgan to'qinishlarning oldini olishayotgan bir suhbat bu. Buni preemptive bir concern deb tushunish mumkin. Bu nihoyat keng ko'lamda deyilyapti. Oldimiz yaqindami men bir bu olimpik haqida yozgan maqolamda dedim. 36-yili Hitler olimpikni ochib, o'zini normallashtirib, concentration camplarni ichib, Yahud ayollarning chochlarini tushirib, tug'utlarini cheklab 3 yildan keyin shu Versailles Treaty'ninki ahdnomasninki bedelini to'lab ketdi degan o'chilish nuqtai nazari bilan Yevropaga hujum qildi. Shuning bilan qolgan dunyo ikkinchi dunyo urushiga kirdi. Endi hozir bu yerda NATO'ni bu ko'pchiliklarda deyilmaydigan, men bu o'qigan bilgan narsamga asosan bu mulohazani qilib beryaptim. Bu Tayvanga shu o'tgan kelar-yilgi qishliq olimpik ichilsa, yana Xitoy hokimiyati o'zini
normal ko'rsatishga fursat berilsa, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatmay, yana Xitoy rahbarlariga qizil gilamni silib qarshi olsak, hech ish bo'lmagandek tijoratni davom qilaversak, Tayvanga hujum bo'lib bosqanda bo'ladi. Bu normallik, bu g'ayri normallik, bu bizni urush boshlab ketganda bo'ldi degan jiddiy bir tahdid, endishi bor. Bu endishini bu Xitoy hukumatı o'zimi biladi. Chunki Xitoy hukumatı Tayvanni ya mecburi ya o'zligidan qaytirilish degan mushtaq uzun yillik strategiya plani. Bu yerda Beijingdimi bir xil savrisizlikning ifodasi ko'rilyapti. Masalan, Uyg'urlarni savrisizliklar urib hozir bir irqiy qirg'inchilik girdobida, irqiy qirg'inchilik harakati bilan shug'ullanib, bir asrlar bo'yicha yashagan bir millatni yer yuzidan yo'qotishga urishyapti. Bu yerdami bir sabrsizlik bor. Zodi Uyg'urlarni bunda ezmagan taqdirdami Uyg'urlar zodi ma'lum jihatdan bu Xitoylarga bo'libmi shu xizmatchi sinfdagi biroz Xitoy hokimiyatining foydasini ko'rganlar Xitoylarga o'xshab muqimlikni istaydigan bo'lib qolgan avval bo'lgan. Hozirgidek bunda qirg'inchilik siyosatga kirishning hojati yo'qdi. Shu bu yerda Beijingda bir telvilik bor. Bir xato yo'nalish bor. Hatto shu Xitoyparast Amerikaliklarmi biz Xitoyni taniyolmayapmiz deydigan gaplarni qilyapti. Shunga bu NATOning bu masalaga kirishi kelajakdagi to'qinishning asosi bo'lgan qimmat demokratiya va autokratiya orasidagi jangi jidalninki bir bishorati deb ko'rilyapti. Shunga Joe Bidenninki bu NATOninki bosh sekretarining nutqini anglaydigan bo'lsangiz, bu yerdagi jangi jidal autokratiya bilan demokratiya orasidagi to'qinish. Demokratiyani ajrashtirib Xitoy va Rus usulidagi autokratiyalarni, autoritarizmni dünyadaki yeni normal sistem aylantirish degan narsa. Bu endi bu yerdagi bu qo'rqinchli bir narsa. Bu Ikkinchi dunyo urushidan keyin nihoyat ta'sir barpo bo'lgan bir xalqaro sistem bor bu yerda. Ikkinchi dunyo urushidan keyin nihoyat ta'sir qilingan va ergishib kelayotgan bu xalqaroliq ahdnomalar bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bor. Endi hozir NATO va mushunday narsalar bu revisionist deymiz. Bu Xitoylarla Ruslarning yurgizayotgan siyosati bu revisionist yeniden o'zining istiki arzusidagi o'lchimidagi bir sistemni barpo qilish bo'lg'achqa bu tabiiyki NATOninki demokrat davlatlarninki endisiga ko'ngil bo'lishiga hatto aqlga chekin deydiganga majbur qolganligini ko'rsatdi. Bu Amerikaning BDT'dagi sobiq bosh elchisi ham prezidentlik kandidat qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan, ya'ni 2024da Nikki Haley xonim ishkapning oldingi ziyoratini bu shu meni shu Xitoy kechdi uxlatmaydi. Ya'ni bu Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarata ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, Hong Kongni butunlay vayron qilishi, ham bugun bu Tayvanga hujum qilib Tayvanni tortib olsa, ham ish oxirlashgan bo'ladi. Biz shundan qarshi harakatlanishimiz kerak degan narsani o'ttirib qo'ydi. Hozir sizningcha hamda Amerika hukumatining hozir abaytinsiz degandek bu Biden hukumatining tutgan maydoni yana Trump hukumati bilan cho'ng farqi yo'q, yana texim qattiq bo'lsa bo'lyapti bu Xitoyning kuchayishiga. Hozir shu yakuni shundaqmi sizningcha? Hozir men deyil shundaq. Bu Xitoy hokimiyati asli xohlamagan bir vaziyat bu. Endi bu Trump hukumatininki qilgan nurg'un yaxshi ishlarini bo'libmi shu Uyg'ur masalasida, mesela Mavin Prezident Pence deymiz, Mavin Davlat İşleri Bexatarlik Maslahatchisi Matt Pottinger deymiz, Pompeo. Bular nihoyatda tarixga ismi yozilgan insonlar. Shu Uyg'ur masalasi tutgan pozitsiyasi Xitoy Kommunist Partiyasining tahdidini to'nog'ini uchun. Endi hozir ularni tar doiradagi millatchilik tarafdorlari deb ko'rib, Xitoylar ta'tid tashviqot qilib, bu o'tgangi hokimiyatninki shundaq bilateral deymiz, siz bilasiz, Pompeo O'rta Osiyoga bordi, to'xtamay Yevropaga bordi, Osiyoga bordi, Indoneziyaga nutq so'zlab boqdi, Uyg'urlarga sahib chiqinglar deb. Vatikanga bir popga iltijo qildi, Uyg'urlarga ovoz chiqarayli deb. Bu bir ko'rib boqmagan bir ish. Lekin Xitoylarning tashviqotini eg'ir bo'lgani uchun bularni bir millatchi, irqchi ko'rsatib, islomga qarshi va boshqa dinga qarshi ko'rsatib muvaffaqiyat qozongan. Endi saylan mezgildimi bu muvaffaq qozongan narsaning shu birla davlat ko'taradigan bir strategik masalada dunyoga tashviq qilgan uchun
o'tgan hokimiyat qolib qolsa bizning ishimiz texim ilgirlaydi deb işte xamchot so'qib yangi hukumatni uningga buningga bog'lab tartib tashviq etgan. Yani yangi hukumat kelgandan keyin bular bu ikki hukumatni bir-biriga solaman deb ketadiganlarni sanction qilib 130ga yaqin odamni umi bo'lmadi. Endi buni endish qilayotgan Xitoy hukumatining izchil endish qilgan narsa xalqaralashib ketish. 90-yillardagi qattiq zarba berish Xitoycha yenda deydi. Bu shu Shanxay hamkorlik tashkilotini qurish, undan keyin shu Jipek yo'l project deb baxtdi, bir yo'l bir balbaq deb shu bularning hammasi xalqarada bir yangidan o'zininki himoya kuchini shakllantirish bir muddasi bilan aslida bularning nimasida aslidagi planida mushu masalaning xalqaralashib ketmasligini oldinish uchun tutgan bir yo'llarning biri. Lekin uning ta'siriga aks ta'sir berib xalqaralashgandan boshqa hozir davlatlar orasidagi munosabatga ta'sir ko'rsatadigan bir vaziyatga aylandi. Masalan, hozir Xitoy bundan tabiiy qo'rqaydi. Bo'libmi bu dunyoda Xitoyga qarshi bir kuchning shakllanib qolishdan nihoyat ehtiyot qilgani uchun siz buni nihoyat yaxshi bilasiz. Shu Alaskadagi yig'indan keyin ham shu Alaskadim degani sen mening do'stlarim qo'g'in uchun men kuchlik bir mavqeda san kelman deyamaysa deb o yig'in tugandan keyin Wang Yi o'zining do'stlarining yoniga bordi. Ironga bordi, Turkiyaga bordi. Bularninki shu xalqaro bir kuchning shakllanib qolishining oldini chiqargan bir taktikasi. Ammo unda bo'lmadi. Yevropa Birligida yillardan beri suhbat berayotgan bu mablag' selish kelishimini 500 dan ortiq Yevropa parlamentining a'zosi ovoz berib to'g'ritib qo'ydi. Endi hozir Amerika bilan bir davlat yangi hukumat bilan munosabat bog'lashning oldida bular o'zininki shu Uyg'ur masalasi, Xitoy masalasi tutgan pozitsiyasini ifodalaydigan bir vaziyat shakllanib qoldi. Amerika hukumatlar yaxshi munosabat bog'lash uchun bu Uyg'ur genosid qanday pozitsiya tutsa degan savolni o'tirg'i chiqqan bir vaziyat shakllanib qoldi. Shuning uchun bu yerda Xitoylar muvaffaqiyatli disinformation ta'sir hareket etib berayotganda tabiiy beradi. Bu bir kunlik, 2 kunlik ish emas. Buni oxiriga yandursak 20 yilni qilib berayotgan faoliyat. Nega borsangiz bir davlatning hokimiyati 5 o'tgan shaxs olsun, tijoratning 5 o'tgan kishi olsun yoki bir tantarbiyachi olsun, haqqoniyat to'g'ri so'zlanmaydigan bir vaziyat. Yani bu vaziyatga qanday bir durust insonlar buni ko'zini yumib ko'rmaslik normal deb ketalaydi. Buni Beijingdagilarmi xato hisoblatadi, Urumchidagilarmi xato hisoblatadi. Uning yeriga to'g'ri ishni qilish kerakdi. Nima ish qilsam to'g'ri bo'ladi. Men dunyo jamoatchiligini aldab, ko'zimiz ko'rinib turgan narsani yeb Potemkin village qilib ko'rstamdimi yoki to'g'ri ishni qilib, to'g'ri o'zimningmi, davlatning, dunyoningmi insoniyatga zid kelmaydigan ish qilamdimi deydigan bir narsani qilish kerak. Uni qilolmadi. Nuriy apandi, bu Amerika hukumati albatta bu o'zining ittifoqdoshlari bilan birlikda hozir bo'libmi Xitoy hukumati hamxiyol qilganda yangi hukumat balkim yumshoqroq siyosat qo'llanishi mumkin, Trump hukumati qaraganda deb qarag'an bilan hozirgi vaziyat albatta undaq emas. Amerika prezidenti Joe Biden apandining Yevropa ziyoratining asosli maqsadi bo'lsa, albatta Xitoyga qarshi birlik saf qurish bo'lgan bo'lsa, endi bu safarda Amerikaning prezidenti Joe Biden apandi yana Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin apandi bilan ko'rishdi. Ko'rishdan burun Amerikaning NBCning muxbiri Putin apandini ziyorat qilib, tunji qitim g'arb allarining bir muxbiri Putindan yana Uyg'urning ahvolini so'radi. So'rgan chog'da u Putin apandimi u Uyg'urlarni Xitoy ayblagandek, ya'ni terrorchi bular deb ayblamasdan, mening bilishimcha Xitoy hukumati yaxshi qarayotdi Uyg'urlarga o'zi hal qila oladi bu masalani degan shaklda tushuntirgan bo'ldi. Undan keyin Amerikaning prezidenti Joe Biden Putin bilan tunji qitim ko'rishgan bo'ldi. Ba'zi xabarlarning bildirishicha natijasi yaxshi bo'ldi. Ba'zi xabarlarning bildirishicha mujmal deyishmoqda. Sizningcha hamda bu Amerikaning prezidenti Joe Bidenning garchi Amerika bilan Rossiyaning munosabati xili yillardan beri xili sovuqchilik kuchli bo'lsin, bu qitim ko'rishgan maqsadi Rossiyani asta-asta Amerika tarafiga tortib akilish orqali Xitoyga qarshi birlik saf qurish, Xitoyni yana qo'rshab olishmi? Bu yerda tunugungi axborot yig'inidagi savol javoblarga qaraydigan bo'lsangiz,
bu Biden, Prezident Biden'ın Putin bilan bo'lgan suhbatininki tegi tahdidiga tahlil qilib qaragan bo'lsak, bu yerda shu Rusiyani to'g'ri tarafga boshlashga undagandek, masalan, siz bilgandek bu hacking ishlarini, cyber security ishlarini to'xtatishni, undan keyin yana bir narsa, bu sening xo'shdan dunyoda ikkinchi iqtisodiy kuch, sen 11-chi. Sen bir yerda qayta suva qo'rishi degan nima? Sen o'zingninki qandaq bir davlat bo'lishingning g'amini jiqraq qilgan. Shuning uchun to'g'ri ishni qilishing kerak deb, qandaqdir bir peshqadam statesman, bir tajribalik bir siyosatchi xato yo'l kelayotgan birisini to'g'ri yo'lga undagandek shundoq bir bishoratni berganligini ko'ryapmiz. Endi bu Joe Biden mu bek tecrübelik bir siyasatçı, Putin mu öz növbetide şundaq. Joe Biden özünün devlet menfaatini çıkış kılıp sözleydi. Putin mu şundaq. Lekin bir yerdeki mesele Amerika'da ictimai siyasi katlamlıda mesele Rusya emas, mesele Putin degan ko'z qarash var. Ama Xitoyda hem mesele CCP hem hükümet beşte ottağalla ondan başka bulanınki uzak müddatlık planlı dünya ziyarlık deydiğen narsa. Putin'ninki bu demokratiyanın acizlaştırış. Xitoy hakimiyetininki yeniden özünün başka bir sistemini berpa qilish. Bu Putin tükendeki Rusya başka bir devlet buluş mümkün deydiğen köz qaraşdagilar nayeti jiq Amerikada. Şunun için hatta Prezident Biden'ni ikki yerda jang qilmay birisidan qilsa yaxshi deydigan narsalar bor. Bu Putin bilan yaxshi o'tishni tashabbus qiladigan nurg'un odamlar. Endi buning qaysi to'g'ri, qaysi xato, buning tarix javob beradi. Endi u Putin bilan munosabatni yaxshilash orqali Rossiya bilan do'st bo'lish kerak degan narsa qarayman desimi, bundaq o'rnakni tepish mumkin. Masalan, George Bushdan tortib Obama, Trump, hozir 4 prezident bilan 4-chi prezident bu. Putinninki siyosiy tarixidagi. Yani muşundaq vaziyette bir narsani bir o'zgarishni ko'rmayapmiz. Ko'rmagandan keyin bu Putinning davlatining iqtisodiy ahvoli bek nachar. Ig'ir islaydi. Siz bilasiz, burun G8'di. Qrimga hujum qilgandan keyin G8'dan chiqarib o'tib, hozir G7'da. Bularning avvalda iqtisodiy ahvol nachar. Bu xalqaro vaziyatda, xalqaro siyosatda isolation, bu yalğız qilish yaman hem siyasi jihatdan, hem iqtisodiy jihatdan, hem diplomat jihatdan bir osal ahvol. Hozir Xitoylar shu tarafga ketadi. Nihoyat ig'ir islaydi. Endi Biden endi bu isolationdan tortib ekilib buni ba'zi masalalarda birlashlayli deb bir o'zining yaxshi niyati borligini, agar yaxshi niyatga yaxshi inkos chiqmasa, uning tadbir ko'rsatganligini ko'rsatganligini ko'rib turamiz. Endi bu Putinning burungi Amerika prezidenti bilan qilgan suhbatlariga buni silishtirsa, arasida ro'shan farqni ko'rish mumkin. Biraz yumshagan, ba'zi narsalarni ko'rayotgandek. Endi buni faqat bu burun KGB'da ishlagan, KGB'da tarbiyalangan odam bu nemisini ochiq bir narsa deyish tez. Lekin hozirgi shu Amerikaliklarning let's give it try dedi, bir sinab boqaylik. Bu qatimgi yig'inda Joe Biden talab qilganligi o'tirib qo'yilyotdi. Şu an bir yerde bir niyetli bir yaxshi bir nimba deyman. Hiç qandaq bir davlat, yani bir davlat bilan bo'lib Amerika davlatlar bilan ittifoqdosh yaxshi munosabatlaşishni orzu qiladi. Bir davlat bilan bekordan tirkishib, vaqtini isrof qilishni, mablag' silishni, qanoq qo'zishni xohlamaydi. Ham shu bir yerdagi narsa bir potential bor. Masalan, turmada yetayotgan opposition liderlar bor, bir demokrat. Bu Rusya'da bo'layotgan ishlar bir davlatda emas, hozir Belarusda ta'sir bo'layotdi, Ukrainada bo'layotdi. Uningdagi O'rta Osiyoning siyosati hozirgacha Rossiyaga ergashib turib mangdi masalan. Bu Xitoyga, Amerikaga va Uyg'urlarga munosabatlik masalalar. Shu anda Putinning undaq Xitoy tarafda turib gap qilishi, bularningki Shanghai Cooperation Organization a'zo bo'lgan davlatlarningki mushundaq pozitsiya tutadigan kelishim bor. O'tganda balkim xabaringizda O'zbekiston sobiq diplomat hozirgi SEO'ninki Shanghai hamkorlik tashkilotining bosh sekretari CGTN'ga chiqib Xitoy hokimiyatining o'zining qarindoshlariga bo'lgan muomalasini, qirg'inchilik muomalasini taqdirladi masalan. Men e'tiroz bildirdim O'zbekiston hukumatiga. Shunday ahvollar bor. Buni hamda
yaxshi yo'lga ketayotgan, to'g'ri ish qilayotgan davlatlarning kengayishi bilan xato ish qilayotganlarni isolate qilib, ajizlashtirib, to'g'ri yo'lga boshlagan narsa. Bu uchirgan davlatlar fikrim qo'shilmadan deb jang e'lon qilish bo'lmaydi. Biz strategiyalik nishon, qadam bosqich, sinab beqish, diplomatiya degan narsa bor. Menimcha bir peshqadam tajribali bir diplomat bo'lishi bilan Prezident Biden bu qadam bosqichlarni besayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Rahmat, Nuriy Efendi, bugün alaylı vaqt chiqarib bu ziyoratimizni qabul qilganingizga. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi hafta ko'rishguncha xush vaqt.